Qadimgi Misrda quldorlik borligini hammamiz bilsak kerak. Xo'sh, bu qullar kunlik maoshi, kunlik ish haqqi qanchaligi haqida eshitganmisiz, qiziqib ko'rganmisiz? Keling, bu haqida sizga ma'lumot beraman. Internetdan oldim albatta bu ma'lumotlarni. Qadimgi Misrda bir ishchini, o'sha qulni kundalik maoshi 5 litr piva va 1 kilo non bo'lgan. Endi kunimizda narx-navosini qiziqib ko'rsam, 1 litr piva taxminan 30 ming so'm ekan. Va bu 5 litr 150 ming so'm bo'ladi. Non 20 ming so'm deng, 3 ta non bersa 6-7 mingdan, xullas 20 ming 170 ming. Buni 30 ga ko'paytirsak agar 5 million 100 ming so'm bo'ladi. Bu hozirgi kundagi narxi. Ya'ni o'sha zamonda bir qul 5 million so'm oylik olgan ekan. Kunimizga agar hisoblasak. Xo'sh, undan tashqari uni uy joyi, qolgan tibbiy sug'urtasi o'sha quldorga yoki o'sha vaqtdagi davlatga, xullas qul kimga tegishli bo'lsa, o'shanga bog'liq bo'lgan. Endi kunimizda quldorlik aslida bir tarafdan saqlanib qolgan. Qanaqasiga? Chunki qulga qilish kerak bo'lgan hamma ishlarni hozir hur insonlarga ham qildirish mumkin. Undan ham arzon va qulayga. Qanaqasiga? Avval ko'p qul bo'lgandan keyin uni sotib olish kerak. Quldorlik oson narsa bo'lmagan. Ko'p pul tikilgan, ko'p sarmoyani band qilgan, erta o'lib qolsa, keyin u sarmoyasi o'lgan. Keyinchalik qarib qolsa, ishdan qolsa, yana qiyin ta'minot boqish kerak. Xullas, hozir unaqa emas. Hozir umuman boshqacha shakldagi quldorliklar mavjud. Nima sohada deyishingiz mumkin, modaga odamlar qul bo'lib qolgan. Masalan, ehtiyoji bo'lmagan narsani sotib olib ishlatishga nima deydi, marketing, shoppinglarga qul bo'lib qolishgan. Undan tashqari bir qancha sohalar bor. Ularda quldan battar insonlar xorizor ahvolda. Xullas, hozirgi kunimizdagi quldorlik avvalgidan oson. Nimaga? Uy-joy bilan ta'minlash degan narsa yo'q. Tibbiyotiga qaramaysiz, hech qanaqa nimasiga qaramaysiz. Hattoki maoshlari oldingi zamonnikidan ham ancha past. Demak, meni fikrimcha quldorlik avvalgisi hozirgisidan menimcha yaxshiroq bo'lgan. Siz nima deb o'ylaysiz? Sizning fikrlaringizni ham qiziq kutaman.